siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ben qarindoshlar Nabijalla. Bugünkü programımızda iqtisod to'g'riliq, dünya iqtisod to'g'risida programmamizda asosan bugün asosda Xitoyning shu raqamlik pulni yo'lga qo'yishi o'zini o'ltirilishi bilan barobarmi degan temada har birlariga o'rtoqlashamiz. Hammamiz bilganimizdek Xitoy tajovuzlari shu 9 avgust yakshanba kuni bunda xabar tarqatdi. Yani Xitoyning Jungo Bankası, Jungo Qurish Bankası, Jungo Savdo Sanoat Bankası, Jungo Yezilik Bankası qatorliq 4 cho'ng davlat iligidagi banka Shinjon qatorliq asosli shaharlarda raqamli pulni sinab qildi. Sinab qilingan raqamli pul Jungo Xalq Bankası boshchiligidagi raqamli xalq puli bo'lib, vaqtliq APDC raqamli pul elektronlik pul to'lashning qisqartirilishi. Hozir bir qism davlat iligidagi banklarning xizmatchilari ularni yutkash va pul to'lash qatorliq ahvollarda ishlatishga boshladi. Xabarlarga qaraganda, sinaq ishlatuvchilar ko'chma appga tizimlatgandan keyin raqamli hamyon orqali to'liqlash, elish, yutkash va skannerlash kodini ishlatiladigan. Buning ichida yutkilishni qarshi tarafning faqat yanfon telefon nomeri orqali ilib bag'ili bo'ladi ekan. Demak, bu Xitoyning yaqinda chiqqan xabari. Buningda ham Xitoy yaqinda qog'oz pulning o'rniga Bitcoin deb qo'yamiz. Hozirgi xalqaro bo'layotgan raqamlik pul birligi. Buning keyingi o'xshash shaklda Xitoy qog'oz pulning raqamligi, buning o'xshash kuchi yo'q, ammo o'zining davlatining ichida yurgizish uchun raqamli qog'oz puli deb qog'oz pulni baqo qilish uchun bu pulni o'tirg'i chiqdi. Buni o'tirg'i chiqishdan maqsad asosliq o'zining iqtisodini saqlab qilish va buningdan keyingi boshqa davlatlar bilan ilm berim qilgandimi mushu pul shakli orqali ilm berim qilishni asos qilish, bu orqali o'zining davlat ichidagi Xitoyning iqtisodini kontrol qilish va tashqi perevodning eqib ketishining oldini olish qatorliq shaklda bu planni o'tirg'i chiqqanlik. Uning ustiga hammamiz bilamiz, Xitoyning poraxo'rlik qilib nurg'un pullarni uyga besib olgan, tiqib olgan poraxo'r amaldorlarning necha uyda chamdan karvatning ostida nurg'un pullarning o'tirg'i chiqqanligini ko'ryapmiz. Shunday yushirib qolgan pullarni shu pullarni bekor qilib o'tish uchun. O'tgan yili 2019 yili 3-oyda bir xabar chiqdi. Ya'ni bir bu Xitoyning ichki vaziyatini bildigan bir Xitoyning degan gapining orasida buningdan keyin davlatimiz deydi Xitoy. Shu pullarni boshqa pulga almashtirib o'tadi. Boshqa pulga almashtirib o'tib, sizning u yerga tiqib qo'ygan u saqlab qo'yilgan pullaringni bekor qilib o'tish uchun boshqa pul shaklida bir pulni ijod qilib o'tirg'i chiqarib, sizning burun pullaringni hammasini bekor qilib o'tadi degan. Demak, boshqa pul degani shu elektronlik pul. Hozir o'tirg'i chiqqan elektronlik. Bu 4-oyda yo'l o'tirib qo'yilgan, bu tasdiqlangandan keyin Xitoy shu 2028-oyning 9-kunidagi xabar ma'lum. Buningda rasmiy yo'l qo'yib, buni Shinjon qatorliq 28 Xitoyning shahrida buni sinab qilayotganligi. Buni sinab qilishning asosligi taraqqiy qilgan, yanfillar o'rnashgan, elektorlar o'rnashgan shaharlarni, cho'ng shaharlarni markaz qilib, bu yerda o'rnashtirgan. Shaharlardan keyin asta-asta o'rta darajali shahar, tuvan darajali shahar, andan keyin yezlarga bunda tushirganligini nima qilyapti. Buning bosqichi tabiiy necha bir ishga buni yetkilib olmaydi butun Xitoyning nimasiga. Chunki Xitoyning nurg'un yerda haqda telefonmi yo'q insonlarda, andan keyin to'rimi yo'q. Buni masalani hal qilish uchun bir qadam bosqichli harakat qilganligi o'tirdi. Eng asosli narsa nima deganda, bu asosli Amerikaning dollariga qarata urush ichayotganligi. Ham o'zini qutqizib qilish maqsadida hamda Amerika dollarining o'rnini bosima degan shaklda Amerika dollariga jang e'lon qilayotganligi. Amerika dollariga jang e'lon qilganligi deydi kuzatchilar.
o'zini o'zi o'ltirganligi bilan barobar. Chunki o'z vaqtida deydi, Iroqdagi Saddam Husaynning Amerika dollarini o'rniga shu o'zimizning Iroqdagi dinarni ishlatish to'g'riliq qilib qolgandan keyin az bo'lmagan vaqtning ichida uning Amerika tarafidan o'ldirilganligini, bu Afrikada Kazafiyning bumi bir birlik chiqarib o'z oldiga buni yo'l qo'yman degan vaqtida buning Amerika tarafidan o'ldirilganligini so'zlab kelib, demak Xitoy agar Amerikaning dollari bilan o'ynasa, o'limni tezlatganligi degan yakuni chiqarib qo'yibdi. Kunning yog'i Xitoyning puli bugungi dollar hisobida 6,8 pongga tushdi 1 dollar. Buning oldida 6,9-7 pongning ustida mengayotgan. Mana 2-3 kunning yog'i tushgan 6,8 pong. Bu gerçi Xitoyning nimasi kuchlangandek ko'ringan bilan, keyin Xitoyning ba'zi pay shakllari nimaning ichida o'zi o'ynatib buni pay chekini Xitoy o'zi kontrol qila oladi emasmi? O'ynatib buni biroz yuqori ko'tarilayotgan, ya'ni har qanday pay chekini qilsa uningda o'rlash bo'layotganligidek ahvollar bor. Xitoy hamda mavhum shaklda o'zini shunda saqlab qolish uchun, iqtisodni kontrol qilib saqlab qolish uchun bir shaklda tadbirlarni ilyotdi. Izchil turda bularda mayli ishlab chiqarishda bo'lsin, mayli chet el korxonalarining sirt kechishi bo'lsin, Xitoyning tashlab chiqishi bo'lsin, yo'tkilishi bo'lsin, anandan keyin ishsizlikning ovishi bo'lsin, anan keyindan mayli cho'ng ko'lamdagi mayli semot ishlab chiqaradigan zavod bo'lsin, cho'ng tipdagi po'lat temir o'xshash bu korxonalarning vayron bo'layotganligi, cho'ng tipdagi korxona, kichik o'tirishki korxonalarning ularning vayron bo'lib taqalayotganligini ko'ryapmiz. Ishsizlik nisbati bag'ansira eshyapti. Bularni hal qilish uchun Xitoy o'ziga tushliq bir shaklda tadbir olib, davlat tashqi perevod tugisimi ichki obort orqali davlatning iqtisodini saqlab qolish uchun harakat qilayotganligi o'tirdi. Xitoyniki o'tgan yillari ochliq omborini tekshirish olib berildi o'tgan yilning oxirida. Bir necha yerda ochliq omborini tekshirganda o't ketdi. Tekshirish boshlanganda o't ketdi. Nima shu o't ketdi degan vaqtida bu ochliq omboridagi besib qolgan ochliqni shu yerdagi parxur bo'ylab setib ekanda, qarang'uzaga chiqib setib etib, degan masalan 10 ming tonna var deganning o'rniga 5 ming tonna setib 5 ming tonna yo'q. Ani nima qilish uchun tekshirishga kelishdan burun o't qo'yaplam u ochliq omborini kuydirib kul qilib degan. Şuna her bir tekshirish qarshi gumban o't ketivergan, shuna bo'ldi to'xtab tekshirmaydi, bunday tekshirsak bo'ladi. Hamma ochliqni kuydirib tugaydi o'xshaydi deb. O'zining jinoyatini yushirish uchun setib etgan yerdagi ochliqni. O yag'an o't qo'yaplam, yo'q o't ketib qoldi deblam, shekillam mana dengashning usuliga u. Shunga aqaqadan o't ketganning ahvoli shuki. Demak, mayli ochliq omborining zapasi bo'lsin, mayli o'zining hozirgi iqtisodiy ahvoli bo'lsin, kundan kunga nacharlashyapti. Ammo Xitoy buni bilindimay o'zining xalqini bizning Sharq Turkistondagidek besib, o'ltirib, og'zini yumg'izib bir shaklda qilgan bilan bu vaqtliq. Bu hamini bu yerdan bu besib chiqadigan gap. Shuning uchun endi Xitoy bütün o'zining nima bilan bosgan sari chet elga chiqqan mablag'ni dollarni qancha kontrol qilgan sari u shuncha shaklda qochib ketib qolganligi aniq bo'ladi. Uning ustiga mana bu yaqinda Aral radio stansiyasi degan bir radio stansiyasi shu yerda e'lon qilishida 500 Xitoyning Qibrosga, 500 Xitoy millioner korxonchining Qibrosga vatandoshlik setib olib Turkiyaning Qibros deganga shu yerlashganligini bir ailening pasporti chiqishi 2 million 150 ming yevro to'lasa naqd pul shu Qibros hukumati tarafidan berdi ekan. Pasport berdi ekan. Bu azam bo'lg'achqa nurg'un korxonchilar buni anglagan Xitoyning 500 hozir oshkorlaganda 500 Xitoy korxonchi darhol Qibrosning vatandoshligini setib olib shu yerga yerlashganligi. Yerlashgandan keyin ancha-muncha o'zining ba'zi bir shaklda mol-mulklarini yetkazib chiqdi degan gap. Demak, nima deganda Xitoyning gumurlashning oldini bilgan shunga Mashi Qanxo'rning degan gapi bor. Korxonchilar vatanni suyish kerak.
degini qochib ketib qolgan kirxonchilik deyotgan gap. Kirxonchilik vatanni suyish kerak. Kirxonchilik emas, kirxonchining pulini demoqchi. Vatanni suyish kerak degan. Şekilde şunu ko'rsatmoqchi. Demak, nima deganda Xitoyning iqtisodining yemirishiga asosan Astriddan buni bilgan korxonchilari hammani tushunayotgan siyosatni va amaliy ahvolni ko'rayotgan Xitoy pulvalari, yo'lvalari asta-asta bu nimaga joylashayotganligi. Aniq iliqqa maxfiy, oshkorlagan maxfiy hujjatda shuni degan qarindoshlar, Xitoyning shu nimasi. Sizlar yatırımlarını dedi. Amerikaga olib bormanglar. Amerikaga olib borsangiz to'nglab ketadi. Chunki Amerika bilan Xitoyning munosabati buzilib ketadi. Sizlar Amerikaga yo'tib ketgan iqtisodinglar Amerika hukumati tarafidan to'ngtiladi. Shuningga sizlar Amerikaning kuchi yetmaydigan, Xitoyni elib olmaydigan ikkinchi bir muqimroq bir davlatga yo'tganlar degandi. Shunga asosan 500 Xitoy korxonchining biz bilganimiz, anlaganimiz Kıbrısga yerleşkenligi mushuning ushuridan bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz. Uningdan keyin yana boshqa yerlargami mayli Afrikadagi bo'lsin, mayli mushu Sharqiy Yevropadagi bir davlatligimi Xitoyning korxonchilarini asaga asta-asta yutkilib, ashaning vatandoshligini ilishib, asha yerlashayotganligi bu o'tdi. Boshqa davlatlar bilan davlatlar o'tirsida savdo qildimi? Mushu Xitoyning raqamli pulni o'tirib qo'yib buningdan shaklda tijorat ilib boradiganligini o'tirib qo'yayotganligi, bu o'tirib qo'yishning Amerika dollarining o'rniga destidiganligini boshqa analizlarning Xitoy tajovuzlarining agar mushu pulni umumyuzlik o'zining davlatining ichidan sirt xalqaroda pul birlik qilib ishlatib kelib qolsa, Xitoyning o'zini o'ldirish bilan barobar bo'lganligini ilgari surmoqda. Demak, inshaalloh shunday bo'lsa, Xitoy tajovuzlarining shunday o'zining beshiga o'zi balo kelib, mayli iqtisodiy jihatda bo'lsin, mayli siyosiy jihatda bo'lsin, mayli dunyodagi hozir butun dunyo Xitoy tajovuzlariga qarshi turish, Xitoy tajovuzining bejirisini oshkorlash, ularni yo'q qilish shaklida harakat qilayotganligida mushtabir paytda Xitoy tajovuzlari yana bir shaklda kalla shiltib hozir mushu Xitoy virusini tarqatib Moskva va shunga o'xshash tekshirish asboblarida 10 milliard dollar qazanib, hozir mushu Xitoyning virus qarshi vaksinasini bozorga solish orqali buningda nurg'un davlatlardan pul undirilish maqsadida aldirayotganligi. Ammo bu vaksinaning cho'ng toza sinoqdan o'tib layoqatli bo'lmayotganligi xabarlanadi. Bu to'g'risida biz keyingi programmamizda bizning Sharq Turkistonni qanday shaklda elib berayotganligini, Xitoylar qanday to'g'ri yegizayotganligini va shundaqla bizning Sharq Turkistonni vaksinani sinov nuqtasi qilib qilayotgan ba'zi bir uchurlarni har birlariga o'rtoqlashib keyingi programmamizda bu to'g'riliq tafsilot to'xtatamiz. Shuning uchun bu programmani ko'ngilingizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Shuning bilan birga bu yangi kanalimizni hammangning hammakarlab qo'yishini, ham taqib qo'yishini, shundaqla bosh barmoqlarni chiqarib buni qo'llab qo'yishingizni so'rayman. Rahmat sizlarga. Janob Alloh topshirib hammangni. Assalomu alaykum va rahmatullohi.